Assalomu alaykum. Ana bugun Adil firmani B87, B88 modelini yig'ishni o'rgatamiz. Birinchi uchdan ramani olasiz. Keyin zapchastlarni sochib olasiz hammasini oldisiga. Keyin ana ikkita qora unaqa plastmassa bo'ladi. Shunaqa plastmassa mana bu yoqqa qo'yiladi. Ikkala tarafiga. Tushadi. Tushgandan keyin mana uzun shpilkasi bor. Bu kirgiziladi. Teshigini o'tkazib olinadi. Undan keyin balon qo'yiladi mana. Balonning old orqasi bor. Mana orqa tarafi shu yerga qo'yiladi. İkinci balon ham qo'yiladi shundoq. Hani ikinci tarafı ham xuddi shundan kirgiziladi. Shaybasi mana shu plastmasning ichida turishi kerak. Shunda aylanib ketib qolmaydi, yaxshi ushlab turadi. Buni tortib motor qo'yiladi. Asa qattiq ham motor shart emas. Normalniy o'zini xodida qotsa bo'ldi. Qotdi. Ikkala tarafini ham shunday qotirib olinadi bo'ldi. Endi yenkasi qo'yiladi. 4 ta mana shu bunaqasi, mana shu 4 ta joyi kirgiziladi. Buni qotirish uchun mana bunaqa o'zini 4 ta plastmassasi bor. Shu tagidan ikkala taraf samarezdan qotiriladi, ana kaltasi qotiriladi. Uzuni narigi oldi kriloga qotiriladi, orqa savatga qotiriladi. Mana ikkita kaltasini shu yerga qotiriladi. Endi mana shu korzinkasi qo'yiladi. Mana korzinkasi shu yerga qo'yiladi. Mana shu uzun samarezi bor. Shuni shu yerga qotiriladi. Qo'yiladi. Eng oxirida mana shu uchkasi qo'yiladi. Mana ichiga kirgiziladi. Mana ikkita savachkasi bunda bosib turiladi. Sal urib olinadi. Bo'ldi, mana tushdi. Keyin qizili tepaga ko'tarib qo'yiladi bo'ldi. Kraskamiz tayyor. Siz yengasini aylantirish uchun